Assalomu alaykum barchaga, hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Bugun Xudo xolasa yana savollarga javob berishni davom ettiramiz. Hop, bugungi savolimiz quyidagicha. Hop, aka assalomu alaykum. Men deyarli 10 ta markazga bordim va natija qila olmadim. Barchasida bir xil gap. Hop, birodar, birinchidan eng katta xato bu o'zingizdan. Hech qachon 10 ta markazga borib natija qilinmaydi. Eskilarda bir gap bor, daraxt bir joyda ko'karadi va ikkinchidan hech qachon siz o'quv markazi nagruzkasi yoki uyga vazifalarini vaqtida bajarmasangiz, o'quv markazi asli sizga va'da bermasligi kerak. Sababi siz qila olmagan uyga vazifa yoki siz ko'tara olmagan ularni nagruzkasi uchun ular javobgar emas. Va hech qaysi o'quv markazi hech qachon sizga kelib undan oldingi o'quv markazing zo'r edi, undan oldingi o'quv markazida o'qisang bo'lardi degan gapni aytmaydi. Chunki barcha markazni qisman sistemasi pulga taqiladi va ularning ko'p qismi faqat sistema bilan ishlaydi. Agar misol uchun ba'zi o'quv markazida bo'ladi, kelishingiz bilan yo'q, biz sizni o'qita olmas ekanmiz. Chunki siz o'zingiz chaqirli ekansiz deb sizga javob beradi. Chunki siz gapirayotgan gapingizni o'zidan bilintirib qo'yasiz. Men 10 ta markazda o'qidim, natija qilib olmadi. Hech qachon bunaqa gap so'zlar bilan natijaga erisha olmaysiz. Chunki aybni birinchidan o'quv markazidan qidiribsiz. Siz birinchi o'rinda aybni o'zingizdan qidiring, xudo xolasa natija qilasiz. Va qanaqadir kamchilik, qanaqadir tushunmagan qismingiz bo'lsa, bemalol savol berishingiz mumkin. Hammaga rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.